Men Adnan, endokrinologiya mutaxassisiman. Hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan vahiyga tayyorlaning. Bugungi videoda men siz bilan sog'lom bo'lishning muhim sirini baham ko'raman, diabet. Bu noyob imkoniyatni boy bermaslik uchun oxirigacha men bilan qoling. Diabetit qo'shimcha emas. Bu haqiqiy qutqaruvchi. Tasavvur qiling, diabetning dahshatli tushlaridan xalos bo'ling. Korlik, semizlik, amputatsiya. Diabetik bilan bu mumkin. Minglab odamlar allaqachon bu o'zgarishlarni boshdan kechirgan va endi sizning navbatingiz. Qandli diabet sizni qanday og'irlashi mumkinligi haqida hech qachon o'ylab ko'rganmisiz? Farzandlaringizning ulg'ayishini ko'rish, orzularingizni ro'yobga chiqarish, to'liq hayot kechirish imkoniyati. Qandli diabet hayotingizning qoidalarini belgilashiga yo'l qo'ymang. Nazoratni qaytarib olish vaqti keldi. Ammo bu yerda muhim nuqta bor. Bozorda juda ko'p taqlidlar mavjud bo'lsa, siz haqiqiy mahsulotni olishingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Axir siz sog'ligingizni xavf ostiga qo'ymasligingiz kerak. Asl diabetit faqat rasmiy veb-saytda mavjud bo'lib, u yerda ham maxsus chegirma mavjud. Sizga yordam berish uchun men ushbu video tavsifida havolani qoldirdim. Diabetit yordamida siz diabetga qarshi kuchli qurolga ega bo'lasiz. Bu qon shakar darajasini barqarorlashtiradi, insulinning so'rilishini yaxshilaydi va immunitet tizimini mustahkamlaydi. O'zingizni sog'liq bilan bog'liq tashvishlardan xoli, hech qanday cheklovlarsiz maqsadlaringizga erishishga tayyor ekanligingizni tasavvur qiling. Bu imkoniyatni boy bermang. Diabetitga talab tez ortib bormoqda va zaxiralar har qanday vaqtda tugashi mumkin. Boshqa vaqtni behuda sarflamang. Sog'ligingizga investitsiya qiling, o'zingizga sarmoya kiriting. Ushbu videoni tomosha qilishga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Diabetit bilan muvaffaqiyat hikoyalaringizni eshitishni orzu qilib kutaman. Birgalikda biz hayotni o'zgartirib, sog'lom, baxtli kelajakni yaratishimiz mumkin. Kutmang, bugunni tanlang va o'zingizga munosib hayot kechirishni boshlang. O'tkazib yuborish qo'rquvi sizni falaj qilishiga yo'l qo'ymang. Endi harakat qilish va farovonligingizni ta'minlash vaqti. Ushbu noyob imkoniyatdan foydalaning va diabetit bilan hayotini o'zgartirayotgan odamlar guruhiga qo'shiling.